Boya to'g'ri aytdi, gipodinamiya. Harakatli. Ko'pchilik ayollar o'ylaydi, xafa bo'lmaydi. Erkaklar ham hozircha sevib ketyapti. Ayollarni ham ko'p kuzatamiz, yosh o'tish bilan to'la vaznga ega bo'lamiz. Mutaxassis sifatida aytmoqchi edim. Bu kishi aytganday, haqiqatda harakat nihoyatda muhim. Yani o'sha dissertatsiyamga shu narsa bog'liq. Agarda buni ichib faqat yotib, men ichdim bo'ldi, tuzalaman deyish bilan menimcha bu kam harakat. To'ppa-to'g'ri. Albatta qo'shimcha fitness. Haqiqatda bir kunda 3 kilometr piyoda yursangizlar toza havoda. Iloji bo'lsa juftingiz bilan yana yaxshi. Kattashib, yoshlik deysizlar. Biz shuna qilamiz ko'pincha kechga chiqib toza havoga chiqishdan maligini qolib o'ynadik. Har qanday mahsulotni yeyotgan ovqatimizni doimo uni shifo deb hisoblasak va uni harakat bilan bog'lasak, natijasi menimcha mutaxassislar mendan ko'ra ko'proq bilasizlar bu sohada ancha rezultat yaxshi bo'ladi. Va keyin ishonch masalasi. Ko'pchilik iste'mol qiladi, ishonmaydi. Bu tuzatadimi yo'q. Agar ishonch bilan hatto suvda oddiy suv ichsak ham ancha foydasi bor, bilasizlar, unda dam suv deydi. Juda katta foydasi bor. Ko'pchilik bu sohaga kirib keladi, ishonmaydi. Yani xotin ichishni boshlaganda bunda shunaqa odat bor. Yilib ketadi. Shunaqa ichib bari qilyaptiki, hatto bo'lsa ichgan davosin bolamda ham sezdimda. Xotirasi yaxshi, fikri erkin. Menga eng keraklisi shu. Bolalarimiz uchun yashayapmiz. Ichayotgan mahsulotlarimizni bolalarimizga hal qilsak, menimcha yana yaxshiroq bo'ladi. Hammalaringizga sog'lik, salomatlik tilayman.